Wow, poyezdlarning ko'pligini qaysi birda ketamiz? 21 mingga 3 kishi. Toshkentni u boshidan bu boshiga Yetib oldik. qanday qilib deysizmi? Juda oson. Ochiq osmon ostidagi Toshkent temir yo'llari tarixi muzeyida bizni naqd o'tgan asrni ko'rgan parvoz atiga 7 ming so'mga sayr qildirdi. Shunda 21 ming so'mga uchalamiz 20-asr vaybini berib turgan eski parvozga A nuqtadan B nuqtaga kelib oldik. Muzey 1989-yili ochilgan bo'lib, o'z vaqtida O'rta Osiyodagi muzeylar orasidagi eng yirigi sanalgan. Yaqin yillargacha ham o'tgan asrda ishlab chiqarilib, ikkita jahon urushini ko'rgan parvozlar muzey ko'rkiga ko'rk qo'shib turibdi. Parvozda sayr qildik. Har bir poyezd ichiga kirib, o'sha paytlardagi atmosferani o'zimizda his qilishga ham ulgurdik. Bundan tashqari poyezdlarning ichki boshqaruv qismlarini kuzatib, farzandimizda ham sinab ko'rdik. Aziz ota-onalar, bu imkoniyat sizda ham bor. Oilaviy keladiganlar uchun bolalar maydonchalari ham qilib qo'yishibdi. Xullas, kelsangiz zerikmaysiz. Muzeyga kirish mutlaqo tekin. Agar 37 yil ichida bu yerga kelishga ulgurmagan bo'lsangiz, albatta keling. Shu kabi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun oilam bilan O'zbekiston bo'ylab kanalni kuzatib boring. Bizga obuna bo'lib, videoni muzeyni yaxshi ko'radigan do'stingizga yuborib qo'ying. Ha, aytgancha biz keldik. Siz qachon kelasiz? Aniq lokatsiya Telegram kanalda.